Vitaminlarga boy bo'lgan ko'katli kotlet yeb ko'rganmisizlar? Bu meni yoshligimda eng ko'p yegan nonushtalarimdan bittasi. O'zingizlar sevib iste'mol qiladigan, xohlagan turdagi ko'katlarni ishlatsanglar bo'ladi. Hattoki shunaqa sal sarg'ayib va so'lib qolgan ko'katlardan ham mazali kotlet chiqadi. Nonushta deganimiz sababi asosan buni onam bizga maktabga ketishdan oldin ertalab issiqqina pishirib, yedirib, maktabga jo'natardilar va kun bo'yi to'q holatda yurardi. Bu kotletning proporsiyasi bir voq ko'katga bitta tuxum va 1 osh qoshiq un. Hozir men bu videoda 3 voq ko'katga 3 ta tuxum va 3 osh qoshiq un ishlatdim va 100 gram sir qo'shdim. Hammasini aralashtirib va 1 osh qoshiqdan qizigan yog'da o'rta olovda usti sal qizarguncha qovurib olamiz. Menga obuna bo'lmaganlar menga podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yinglar. Sizlarga shunga o'xshash retseptlar, layfhaklar, tortlar uchun ajoyib dekorlar, oson variantdagi shirinliklarni pishirishni o'rgatib boraman. Podpisatsiya bo'lgan bo'lsangiz nima qilaylik deb yozishibdi o'tgan safar kommentariyada. Like bosib, foydali retseptlarimni yaqinlaringizga jo'natib, meni podдержка qilib tursanglar bo'ldi. Skоворodkamni almashtirib oldim. Kattada tezroq pishiraman deb o'yladim. Sal tiyga oldi. Shuning uchun har doim qilib yurgan ishimni qila qoldim. Orasidan shunaqa sirlar erib turadi. Mazali kotlet chiqadi. Albatta yaqinlaringlar uchun tayyorlab beringlar yoki sizlar uchun tayyorlab beradigan insonga jo'natib qo'yinglar.